Sizga bir sirni ochishga ruxsat bering. Hozirning o'zida siz juda ham murakkab loyihalarni amalga oshirishga, mashg'ulotlarni boshlashga va uyqu rejimini tiklashga kuchingiz yetadi. Ishonmaysizmi? Unda bir fakt. Siz ijtimoiy tarmoqlarni varaqalayotganingizda sizning miyangiz eng kuchli darajada ishlaydi. Sekundiga gigabaytlab ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Nega unda oddiy ishga kelganda miyangiz qaysarlik qiladi va qanday qilib uni qiyin vazifalarni bajarishga majburlash mumkin? Sizlar bilan Taxiyot va siz Topus kanaldasiz. Boshladik. Inson miyasi evolyutsiyaning cho'qqisi, lekin uni boshqarish qiyin. Uni nazorat qilish uchun evolyutsiya prefrontal qobiliyat yaratgan. Bu qism rejalashtirish, iroda va hayvoniy instinktlarni jilovlash uchun javobgar. Muammo shundaki, bu qobiq hali juda yosh, atigi 100 million yil. Bu yosh degani. Sizning muammoingiz dangasalik emas, shunchaki miyangiz rulida go'yoki yosh bola o'tiribdi. Siz ishla deysiz, u esa gaz o'rniga tormozni bosadi. Bu o'sha prefrontal qobiqni kuchaytirish kerak degani. Miyangizni o'zini o'zi boshqarish quvvati cheklangan. Misol uchun 0 dan 100 gacha shkala va ba'zi odatlar bu quvvatni yeb bitiradi. Birinchisi bu uyqusizlik. Bir kecha uyqusizlik prefrontal qobiq faolligini 60% ga kamaytiradi. Ikkinchisi ijtimoiy tarmoqlar. 15 daqiqa scrolling quvvatning 20% yo'qolishi degani. Uchinchisi esa stress. Kortizol darajasi oshganda miya boshqaruvi to'liq hayvoniy instinktga o'tib ketadi. Shuning uchun siz bu ishlarni kamaytirishingiz zarur. Undan tashqari yana bir juda ham qattiq ta'sir qiladigan narsa bu tugallanmagan ishlar. Miya bajarilmagan har bir mayda ishni, misol uchun onaga telefon qilish, qarzni to'lash va hokazolarni o'zining operativ xotirasida yig'ib boradi va bu energiyani sarflaydi. Keyingisi bu bosilgan his-tuyg'ular. Agar siz ichingizga stress yoki g'azabni yutsangiz, miyangiz ularni jilovlash uchun deyarli bor quvvatni ishlatib yuboradi. Taxminan 30 dan 50% gacha. Va bugun men sizlarga shu muammolarning yechimlarini taqdim qilmoqchiman. Va aytgancha bu haqida o'zimning Telegram kanalimga ham post tashab qo'ydim. Havola video tagida. Birinchi yechim: miyani yuklardan xalos qilish. Bloknot tuting. Miya eslab qolish kerak bo'lgan hamma narsani qog'ozga tushiring. Bu operativ xotirani bo'shatadi. Yoki telefoningizni zametkasiga yozsangiz ham bo'ladi. Vazifalarni 3 ga bo'ling. 15 daqiqalik ishlar hoziroq bajaring. Katta ishlar kalendarga aniq muddat bilan yozing, keraksiz ishlar o'chirib tashlang. Ikkinchi yechim: his-tuyg'ularni chiqarish. Jismoniy yuklama. Sport kortizol va adrenalinni yoqib yuboradi. Shuning uchun sport bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Hissiyotlarni yozish. Kun davomida alam va xavotirlarni qog'ozga to'king. Bu miya yukini 20-30% ga kamaytiradi. Uchinchi yechim: miyani ta'mirlash va tiklash. Vitaminlar va qo'shimchalar. Miya hujayralarini tiklash uchun kerakli moddalar ro'yxatini ko'ring. Misol uchun bu omega 3, magniy, kalsiy, sink va hokazo. Yana piyoda yurish tavsiya etiladi. Kuniga kamida 20 minut piyoda yursangiz, miyangiz ancha bo'shashadi va prefrontal qobiqqa qon borishi 15% ga oshadi. Yana bir o'zimga ham yordam bergan yaxshi maslahatlardan biri bu to'g'ri nafas olish. Diafragma bilan chuqur nafas oling. Miya kislorod tanqisligida gipoksiyaga uchraydi, ya'ni aqlsizlanadi. Qisqasi, agar havo yetarli bo'lmasa, miya ham yaxshi ishlamaydi. Va eng oxirgi 4-yechim bu quvvatni oshirish, ya'ni mashqlar. 90 daqiqalik sprint. Telefonsiz, chalg'imasdan bir vazifa ustida 90 daqiqa ishlang. Bu diqqat markazini jismoniy darajada kuchaytiradi. Chunki siz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan kalta videolaringiz sizga qisqa vaqt ichida juda ko'p dopamin beradi va shu sababli sizning miyangiz bunga o'rganib, sabrsiz bo'lib qoladi. Yana bir foydali yechimlardan bu lazzatni kechiktirish. Misol uchun shirinlik yeyish yoki ijtimoiy tarmoqlarga kirishdan oldin 10 daqiqa kuting. O'ylab ko'ring, bu narsa o'zi sizga kerakmi yoki yo'qmi? Balki sizda boshqa bundan ustunroq ishlar bordir. Agar xohlasangiz, ijtimoiy tarmoqlarda kamroq vaqt o'tkazish uchun yordam beradigan ilovani o'z Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Xullas, mavzuga qaytamiz. Lazzatni kechiktirish bu irodani kuchaytirishga yordam beradi. Sizlar bilan Taxiyot, siz Topus kanali dedingiz. Agar video yoqqan bo'lsa, mana shu tugmani bosib qo'ying va dangasa bo'lmang. Xayr. Dangasalashib o'tamizlar.